Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, qadrli obunachilarimiz. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham bitkazib bo'ldik. Xo'p, ishlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman. Ishlarimiz 08 MDF mokriy svetda. Yullarini qoraga bo'yaganmiz. Glansiy Weber yaxtning laklarida, xudo xolisa. Ko'rib turganinglardek, karnizlari. Eshigimiz yopiq, aynaksiz. Hop, karnizlari mana, eshiklarimiz ichki ko'rinishi mana 14 sm kesakida, pon eshiklarimiz rezinkada. Ichidan ham bir xil bo'lib turadi, xudo xolisa. Ustidan osha-moshalar qo'yib, zamonlarimiz. Bu bir dona romi ham xuddi shunaqa bo'lgan mana. Kesaklari 14 sm buniki ham. Bu ishlarimizni xudo xolisa ustalar xuddi shunaqa karniz qilishi mumkin, xuddi shunaqa fason qilishi mumkin, osha-mosha zamok kesaklarni ham xuddi shunaqa qilishi mumkin, lekin biz qilayotgan narxda qilmaydi. Xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab yo'q narx deymiz. Bularimizni kvadratini 750 ming so'mdan qilib beramiz. 5 yil kafolat, xudo xolisa undan u yog'iga ham xizmat qila oladi. Vodiy bo'ylab o'rnatib berishimiz ekan, manzilimiz Andijonda. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, xudo xolisa. Qaysi burchagiga bo'lsa ham yetkazib beramiz. Ishimiz ko'rib bemalol o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Bu xonadonimizga ham oldin qilib berganmiz, xuddi shu fasondan. Bu yerga akamiz yana uy solgan ekan, yana shu uylarga qilib beryapmiz, xudo xolisa. Ishlarimiz bekamik-ku, xudo xolisa. Muhimi sifat. O'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.